Azizlar, siz bu kutubxonani bilasizmi? Tanlab mana bular dunyo hammasini tanlab ko'rsangiz ajoyib kitoblar mana bunisini hammasini tanlab ko'ring. Ajoyib kitoblar bor. Shu bilan mana bunaqa Bu kutubxona Toshkent shahrida Yahyo G'ulomov ko'chasida joylashgan Respublika bolalar kutubxonasi. Albatta sizlarni ham bolalaringiz bilan bu yerda bo'lishingizni istaymiz va Sumayyaxon aytgan barcha sharoitlar, oshxonalar, dam olish xonalari, sensorli kompyuterda rangli rasmlar chizib bo'yash kabi mashg'ulotlar bolajonlarni albatta befarq qoldirmaydi. Ularni juda ham qiziqtirib, hamisha kitobxonlikka chorlab turadi. Sizlarni ham bolalaringiz bilan ushbu joyda kelishingizni xohlaymiz albatta. Juda ajoyib sharoitlar. Kelinglar sizlar ham.